Devlet kurgan şu kademinin davamını besip kevatıdır. Şunun için ben Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi bulup durup sizlerinin davayınlarını ip barıvatımen. Lekin ben hazır nimege muhtaç? Hazır ben. Endi ben çıkkandan keyin bizning Dünya Uygur Kurultayı bilen ve Uygur Amerika uyuşması bilen ve Demokratiya Kişilik Hukuk Fondi Cemiyeti bilen birleşip ip barıvatkan hareketimizning sizlarga ozroq deklarat berip ötüp ketimen. Biz çıkkandan beri burunqidek partizaniski dava qilish men turmadan chiqqandan keyin biraz iqtisodiy yordamga erishdik. Erishganligimiz uchun burun iqtisod bo'lmag'achqa partizanistga harakat etib turishga to'g'ri kelgan tashkilotlarimiz darhol o'zimizni sistemaga soldik. Bizning qilolmaydigan ishimiz yo'q ekan qaradik. Biz qilolmadik emas. Iqtisod yo'q, odam oz, kuch ojiz, raqib kuchliq ishbiyonlarni jiq aramizga tashlab, ishbiyonlar bizni aramizda ma'lumotdan qilib, ittifoqligimizni buzib, shuning uchun nurg'un ishlar buzilgan ekan. Endi hozir biz birikkendan keyin, ittifoqlashgandan keyin bir ovoz bo'lib davoyimiz sistemaga tushgandan keyin bizga g'arb dunyosi iqtisodiy jihatdan yordam qildi. Bo'layotgan uchurlarni yig'ib bizga doklad tayyorlaydi. Biz uni olib butun dunyodagi tashqi ishlar har bir davlatning, masalan Angliya, Germaniya, Yaponiya, Norvegiya, Shvetsiya, Gollandiya, Lüksemburg, Avustraliya, Avstriya, Fransiya, İtaliya, Kanada, Amerika ve şunun o'xshash g'arb davlatlarining dunyoning hamma yeriga olib, qaysi davlat demokratiya diktatorga qarshi bo'ladi ekan, shu yerda biz o'zimizning xalqimizning erkinligini talab qildik. Sizlarning dard ahvolinglarni mush 58 yildan beri Xitoy kommunistlarining sizlarga solgan zulmini birdan yetkizdik. Manjular besib olgandan tortib ta hozirgacha nima dardlarni tatqanliginglarni hammani yezib yetkizdik. Tarix turg'izdik, arxiv turg'izdik, turmaga kirib etilgan ballarımızın sanını ismi bilen turg'izib xalqaro uni anlattık. Ölüm cezası, kechiktirib ölüm cezası hüküm qilgan ballarımızın barliq ahvolini xalqaro anlattık. Muddatsiz qamoq cezası hüküm qilingan ballarımızın tizimlarini xalqaro anlattık. Anlatıp ularning gunohsiz, hatta bir advokat taklif qilinmay, yolg'on advokatlar bilen o'zi bilgancha hech qanday gunohi yo'q ballarga birisini bo'lguncha, birisini terrorchi, diniy radikalist Akçı kökçü dep at bilen biguna ballarının turmuda şunda kesilip yetivatkallığı, hatta turmularının içinde ulanın sözleş erkinliği, bütün turmudaki ictimai cinayetçiler sözü yalaydı. Siyasi mahpuslarga, bir siyasi mahpusga üstün Xitayını bakıdığan koyup koydu. O Xitaylar o siyasi mahpuslarını xorlavatkan, ulanın gap qilish hukuku yok, adamlarga qarash hukuku yok, sarang bop ketivatkan, ular hatta tırmaqlarını qiynavatkan, besiqlar yetivatkan, insan qiynalmagan qiynaqlarda, yer şardı bop bakmagan qiynaqlarda ulanı qiynap qırak qıldırgan, yok nersini bakıldırıp atkan, cinsi organlardan kıllarını serip atkan, burnuğu lazlarını tıkıp atkan, dessep urup ulanın petiğini çıkırıp, ciğerlerini izip öldürüp, kesel oldu deyip uyuya berip atkan bu adaletsizlikni dünya yer şarığı anlattım. Qerindaşlarım, bilemsizler, men Xitayning turmusdan chiqadiğanda milliy bo'lgunchilikga men unda qarshi chiqaman, munda qarshi chiqaman, milliy bo'lgunchilik unda xata, munda xata deb va'da berib, videosini so'zlab berib chiqdim. Men nima uchun u va'dani berib, videosini so'zlab berdim bilamsizlar? Men o'zimni hayot olib chiqish, tirik bir guvochini dunyoga ochiqish qaroriga keldim. Men ularning qo'lida o'lib ketsam, turmudi ko'rgan siyosiy mahbuslarning tatgan azob oqibatlarini dunyoga paş kılanmaydıqanlığını hech qanday adamning shu petim besi qilib ketadigan bo'lg'achqa men hamma va'dani berib, ashuna deganni o'rindab berib, men turmadan chiqib, bütün ko'rgan bilganlarimni dunyoga pash qildim. Mana biz shular uchun da'vo qilyapmiz. Mana biz dünyanın hamma yerlariga, hatta bizning dehqonlarimizni aşağı qanday selavatdi, dehqonlarimizning yerini qanday tatib oldi, Xitoy ko'chmanlari chiqib qanday elavavatdi, ular qanday qilyapti, ular hatta mas'uliyat terish uchun bir tutash hukumatning plani bilan terimiz deb qanday vayron bo'layapti. Saudiya, Xitoy ko'chman savdogarlari qanday imtiyozli oldingi do'konlarda yaxshi o'tiryapti. Uyg'ur savdogarlari ko'chalarda o'pkiza suylarni satay desimi ruxsat yo'q, tepib Çingenbenning harvullarini mashinalarga elib
Ularni qandaq urib soqawatıdı. Uyghur savdogarlari jon beqish uchun bir Xitoyga qandaq yolvurish kerak hukumatga. Bankining iqtisodidan Xitoy ko'chmanlari qandaq foydalanyapti. Uyghur savdogarlari shu imtiyozdan qandaq foydalanyapti. Uyghur savdogarlarining ustidagi seliqlar qancha, Xitoy savdogarlarining seliqlari qandaq yenik. Mushlarning hammasini dunyoda pash qilyapmiz. Bizning qizlarimizni, o'g'illarimizni, farzandlarimizni ishkirga, ish berimiz deb yo'tkab apirib, azam qulluqda qandaq qilyapti. Uning ko'chmanlarini akilib, sizlarning qizlaringlarni apirib 300 yanda 200 yanda işletip 24 saat 12 saat kul kılıp ulanın köşmellerini ekilip 2000 yandan 3000 yandan ne yapıp hem zavutlara kondak iş veriyordu. Muş adaletsizliklerini dünyaya vakırap jıklap anlatıvatımız. Sizlerinin tatıvatkan gününlerini men devatka vaktinde anlap karşı tarafta anlavatkan siyasetçiler çıdap duramay jıklap gitti. Oy sen davat sen biz çıdamavatımız bu halık kandak çıdapmışlar uyur tudunla kandak çıdap özenlerini saklap tudunla digizi vettik halkıranı biz halkırakı şunda uqtuduk hazır bizden davayımızın kanda epirişimiz gerek burun bizden davayımızı opılan şapılan çıkıp hazır mustakil kılımız deyip jügürüp ap çıkıplam vakır ayttık 4 günde mağlup olattık biz undak ipamıdık hazır biz halkara usulünü ügünüp aldık oldu bilen sizlerinin dert ahvalinglarni, azap uqubatlaringlarni, hozir duch kelayotgan Sharqiy Turkistonning ichidagi masalalarni nima uchun qizlarimiz, o'g'illarimiz, yoshlarimiz zaharlik chekimlikka kirib ketdi? Buning da qanday siyosiy qo'l bor? Nima uchun aydis kesili G'o'lji, Qashqa xotellarda bunda tarqab ketdi? Buning oqida qanday siyosiy qo'l bor? Nima uchun Xitoy o'lkalaridagi mabenzxona kichik qavoxonlarni ekib Sharqiy Turkistonning do'qmushlarga mabenzlarni ichib Xitoyning paskini shaharlarga o'xshatyapti Uyg'urlarni nima uchun bunda qilyapti? Buning oqida qanday siyosiy qo'l bor? Nima uchun bizning oliy maktab bitkizgan bolalarimiz hech qanday darslarga chiqolmay, hech qanday bir xizmatlarga erishmay, ochiqdan oshkora haqoratlanib Uyg'urlarni ishga olmaymiz deb ko'chalarda qilyapti. Buning oqida qanday qo'l bor? Nima ish biz unda bo'lmoqchi? Bilamsizlar Uyg'urlar? Uyg'urlar o'sha zaminning egisi. Sharqiy Turkistonda 13 millat bor deydi. 13 millatning ichida bizning faqat Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar Muşuk, Mongollarmı biz bilen birlikte yaşap kevatıdı. Qarindoshlarımızla bizge tarihi qarindoshlarımız. Onundan qolganlar hemmisi tünügün küçük kelganlar. Köşmeller Xitoy bilen birlikte bizni urvatganlar. Yani bu Xitoy bilen urmag'anlar bo'lsin, mayli 13 millatli bo'lsin. Biz yerlik millat, Sharqiy Turkistonning yerlik millati. Bizni yerlik millatlarni oldi bilen iş bizge bo'ladi. Ketayotgan nepitlarning foydasi bizning davolash pulimiz bekorga qilinadi. Uyg'urlarning davolash puli bekor bo'lishi kerak. Uyg'urlarning benefit puli, benefit deganim men inglizcha gap qilib ketdim, kechiringlar. Uyg'urlarningki turmuş polisi deydigan beriladigan maaş to'liq berilishi kerak. Uyg'ur bolalarning o'qish polisi bekor qilinishi kerak. Oliy maktabning o'qish chunki bizdan chiqayotgan nepit boyliqlar cho'qim ashundaq bo'lishi kerak. Odatdagi yilda Uyg'urlardan 2000 dan 5000 gacha chet ellikka har qanday tilda o'qiydigan bolalarni o'qishga chiqarish kerak. Buning pulini davlat ko'tarish kerak. Biz aşı zaminda chiqayotgan boyliqning egisi ashunimi deyolmaydigan holatda ekanligimiz, bizning mushu narsalarga bo'lsin erishmayotganligimiz, hatto hozir 2000 yildan beri Uyg'ur Xitoyning zaminida degan yolg'on gapni ko'tarib chiqqanligi biz rast tarixlarni yozib chet elliklarga topshirdik. Ularning yozgan tarixining yolg'on ekanligini chet elliklar isbotlab chiqdi. Biz buni shunda dunyoga anglatish orqali Uyg'ur xalqiga biz yordam qilamiz. U xalq Tibet xalqiga o'xshashlan azab tortayotgan xalq ekan. U xalqni erkinlikka chiqarishimiz kerak deb g'arb dunyosidagilar bizga yordamga kelgan vaqtida biz hamma jihatdan ojizlik qilyapmiz. Nimani ojizlik qilyapmiz? Her bir Uyg'ur biz erkinlikka chiqishimiz kerak deb tunish kerak. Her bir Uyg'ur bizning oqimizda sabti birga turish kerak. Her bir Uyg'ur o'zining Uyg'ur badallik pulini o'zi ba organga, tashkilotlarga topshirish kerak. Biz uni jiq oz demaymiz. Her bir Uyg'ur mana shu vaqtida bizning iqtisodiy manbarimiz hal bo'ladi. Biz 10 adam ishlatganning o'rniga 50 adam ishlatamiz. Hozir biz Norvegiyaga adam qo'yla desak, yana bir yak adam qo'y, hammasiga iqtisod ketadi. Biz chet ellardan hamma yerdan bizga